Assalomu alaykum, hurmatli YouTube'dagi podpischiklarim. Hozir ko'tarmoqchi bo'lgan masala, bu haqda avval ham gaplashganman. Ko'proq Instagram, Facebook'da kuzatgan bo'lsa, kimdir bir videoda aytib o'tgandim. Hozir ham aytaman. Iltimos, YouTube'da kommentariylarda konkretniy masalalarni yozmaydi. Chunki yana bir marta aytaman, YouTube chat olib borish uchun juda ham noqulay platforma. Ya'ni har bitta videoni tagida o'tda ketma-ket kolonka chatlar bo'lib ketadi. Hammasini doimiy ravishda kuzatib borish qiyin va nazarimdan chetda qoladi. Shunaqa bo'lib kelyapti ham. Agarda konkretniy kasallik bo'yicha savollaringiz, qanaqadir fikrimni bilmoqchi bo'lsangiz, Telegramga yozing. YouTube profilimda ham, Instagram profilimda ham Telegram silkam bor. Kirib, bemalol snimkalarni zagruzka qiling, savollaringiz bo'lsa yozing. Telegram ko'proq muloqot olib borish mumkin, juda ham udobni hisoblanadi. Chunki agarda qo'lim band bo'lsa, o'zim vaqtim kam bo'lsa, pichat qilmasdan голосовой video javoblar ham yozish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni qulayliklari juda ham ko'p. YouTube'da bu narsa yo'q va juda ham cheklangan. Mayli, agarda fikringlar konkret kasallikka taalluqli bo'lmagan, masalan, pожеланиялар, iliq fikringlar bo'lsa, salominglar bo'lsa, umumiy temaga bog'liq bo'lmagan emotsiyalaringiz bo'lsa, bemalol qoldiraveringlar. Vaqtim bo'lganda, ayniqsa asosan dam olish kunlari men buni baribir o'qiyman. Baribir o'qiyman bu narsalarni va javob yozaman, reaksiya qoldiraman, lekin agarda konkretniy kasallik bo'yicha savolinglar bo'ladigan bo'lsa, Telegramga yozing, e'tiborsiz qolib ketishi mumkin YouTube'da. Bu narsa Instagramga ham taalluqli. Instagramda ham uncha ko'p ochmayman men. Asosan bemorlar bilan chatni men Telegramda olib boraman. Shunaqa do'stlar. Shu masalani siz bilan bugun muhokama qilmoqchi edim. Savolinglar bo'lsa, bemalol Telegramga yozishingiz mumkin va Telegramda o'z vaqtida savolinglarga javob beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Albatta o'qiyman kommentariyada, dam olish kunlari. Konkret masalalar bo'lsa, Telegramda yozib qoldiringlar. Salomat bo'linglar.